Dasturimiz davom etadi. Andijon pedagogika texnikumida musiqiy ta'lim yo'nalishi bitiruvchilari tomonidan hisobot konserti tashkil etildi. Jarayondan muxbirimiz xabar qiladi. Andijon pedagogika texnikumida musiqiy ta'lim yo'nalishi bitiruvchilari tomonidan Yangi O'zbekistonni biz baxtli yoshlar quramiz shiori ostida hisobot konserti tashkil etildi. Ushbu tadbir yosh iste'dodlarning bir necha yillik izlanishlari, mehnati va ijodiy salohiyatini namoyon etuvchi yorqin sahna sifatida e'tiborni tortdi. Konsert dasturi rang-barangligi bilan ajralib turdi. Xususan, milliy kuy-qo'shiqlar hamda o'ziga xos raqs ijrolari tomoshabinlarga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Ayniqsa, jonli ijrodagi maqom parchalarining sahnaga olib chiqilishi konsertga alohida ruh berdi. Hisobot konsertida Hind milliy raqsini ijro qilmoqdaman va mana shu 2 yil mobaynida bizga ta'lim va tarbiya, mana shu musiqa yo'nalishida o'z bilimlarini bizga ayamay darslarini bergan o'qituvchilarga o'z tashakkurlarimizni bildiramiz. Tadbir davomida nafaqat yakka ijrolar, balki ansambl va xor jamoalarning chiqishlari ham katta qiziqish bilan kutib olindi. Yosh musiqachilarning sahnadagi erkinligi, o'ziga bo'lgan ishonchi va professional yondashuvi ularning kelajakda yetuk mutaxassis bo'lib yetishiga ishonch uyg'otdi. Tadbir yakunida texnikum rahbariyati va ustozlar bitiruvchilarga iliq tilaklarini bildirib, ularning kelajakdagi faoliyatiga omad tilashdi. Mazkur hisobot konserti yoshlarning san'atga bo'lgan mehrini, ustozlarning fidokorona mehnatini va ta'lim tizimidagi ijobiy o'zgarishlarni yaqqol namoyon etdi. Eng muhimi, u tomoshabinlarga kelajakka ishonch, ertangi kunga umid va faxr tuyg'usini ulashdi.